Assalomu alaykum, qadrdonlar, hurmatli obunachilar, uzumchilikka qiziquvchilar, hurmatli dehqonlar. Bugun 26 aprel sanasi 2026-yil o'zimizning xonadonda Marg'ilon shahridamiz. Xo'p, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Uzumchilikka qiziquvchilar, endi uzum olib ekayotganlar yoki uzumga qarash bo'yicha bilimlari kam bo'lgan insonlar oxirigacha ko'ringlar, albatta sizlarga manfaatli bo'ladi. Va uzum parvarishida qiynalib turgan insonlar ham oxirigacha ko'ringlar, sizlarga albatta manfaatli bo'ladi. Xo'p, bu videoda xomtok qilish, birinchi, ikkinchi xomtok qanaqa bo'ladi, maqsadi nima, sodda qilib tushuntirib beraman va tagidan qanaqa o'g'itlar beriladi, qachon beriladi va eng asosiy juda ko'pchilikni qiynaydigan xloroz kasalligi bor, ya'ni uzum bargini och yashil bo'lib yoki sarg'ayib ketishi. Bu nimadan, nima yetishmovchiligidan va qanaqa usulda biz dorilarni berdik, nima qo'lladik, qanaqa effekt berdi, sizlarga hozir shuni tushuntirib o'taman. Zo'r effekt bergan. Nima dori ishlatish kerak, bargidan tagidan oxirigacha ko'rsatgan tushuntirib o'taman. Albatta bu ma'lumotlar uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Tanishlariga, uzumchilik guruhlariga videoni ulashib qo'yinglar. O'zimizning xonadon juda ko'p uzumlarni payvand qilganmiz mana. Payvand qilganmiz. Juda ko'p uzumlar, hammasi deyarli mehrsiz uzumlari payvand qilingan. Xo'p, mana xomtoklardan chiqib toklarimiz boylanishni boshladi mana. Lentalarni chiroyli qilib buni tarqatib baylab chiqdik. Mana bunday ko'rsatay. Hop. Uzum shoxlarini baylash nimasi ahamiyati, shamollar har xil joylarga kirib ketmaydi. Endi o'zi kirib oladi. Shamol qattiq bo'lganda bizda bu tarafdan shamol bo'ladi, bu qibla tarafdan. Shu tarafdan shamol bo'lganda shoxlar bir-biriga kishib ketadi, ya'ni zichlashib ketadi. Qiyshiq bo'lib ketadi. Shuning uchun boylab chiqiladi va tepada qolib ketadi ba'zi bir shoxlar. Shuning uchun pastga mana mevalari osilib turish uchun boylanadi. Xullas, akkuratniy bo'ladi va asosan meva bir-biriga yopishmasdan, ya'ni bir-biriga tegsa, mana u changga artiladi. Shular artilmasdan mana holi turadi. Ba'zi bir joylarini mana qisqartiramiz. Ba'zi bir qismlarini mevasini va bularga ishlov berilganda ham o'sha dorilar yaxshi tegib, kasallikdan xoli bo'ladi. Shunaqa qilib mana tarqatib chiqish kerak. Har xil joylarga mana bir joyga yig'ilib qolishini oldini olish uchun boylab chiqish kerak. Xo'p, birinchi xomtok. Mana ikki tup tokimiz xomtok qilinmadi hali. Xo'p, chunki bular mana 2-3 kurtak qo'yib kesib qo'yilgan. Buni ham payvand qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, xomtokni vazifasi birinchi, ikkinchisini tushuntirib o'tiraman. O'zi qisqa, juda murakkab narsa emas. Xo'p, mana changalzor bo'lib o'sib yotibdi mana, zich bo'lib. Buning uchun mana eski zang deymiz, mana eski zangdan chiqqan birinchisi eski nodalar olinadi. Mana xomtok bo'yicha juda ko'p ma'lumot bor. Endi biz ham kimgadir manfaatli bo'ladi deb aytib qo'yapmiz. Eski zang kaltagidan chiqqan hamma nodalar olib tashaladi, bular kerak emas. Iloji bo'lsa tok qachida olish kerak. Endi men hozir qo'lda olyapman. Mana eski zangdan chiqqan nodalar hammasi olinadi, o'zi ochilib qoladi. Undan tashqari, xo'p, asosiy barg olinadi. Mevali nodalar qo'yiladi. Mevasi agar ikkita bo'lsa, biz bitta qoldiramiz. Ya'ni sifatliroq meva bo'lishi uchun. Yiriroq donli bo'ladi. Xo'p, birinchi, ikkinchi barg olinadi mana. Birinchi xomtok, birinchi, ikkinchi barg olinadi. Tanga barg ham deyiladi mana. 1, 2. Bu tarafdan ko'rsatsam tushunarli bo'ladi mana. Mana eski zangdan chiqqanni oldik. Mana 1, 2. 1, 2. Xo'p, qarang endi mana qo'sh kaltaklar ham olinadi. Mana qo'sh kaltak chiqqan. O'zi mana shu joydan kesish kerak, mana kesib olish kerak. O'shanda mana tagi bo'shab qolmaydi. Biz hozir tok qaychimizni olamiz. Mana ko'rdingiz, mana shu joy bo'shab qoldi. Mana mo'rt bo'lib qoladi. Shuni oldini olish uchun tagidan sal qo'yib kesib olgan yaxshi. Mana chuqurcha ham endi kasallik tushish ehtimoli bor. Xo'p, mana bachkalar olinmay faqat barg olinadi. 1, 2 bo'ldi. Xo'p, mana birinchi, ikkinchi barglar olinadi, bo'ldi. Xo'p, keyingi ikkinchi xomtok nima? Keyingi ikkinchi xomtok mana mevagacha bo'lgan barglar olinadi. Keyingisida 12-15 kundan keyin, bir hafta kundan keyin qilsa bo'ladi. Xullas, yengillatiladi. Asosiy vazifasi kerak emas nodalarni olib tashlash, tokni uzumni quvvatini kerakli nodalarga, mevali nodalarga yo'naltirish. Mevasi yo'q, mana bu yerda ham qo'sh shox ekan, mana olib tashlayman. Mevasi bo'lsa, bo'lmasa olib tashlash kerak. Mevasi yo'q nodalarni olib tashlash. Mana masalan, mana nodani qo'ysak bo'ladi, mevasi yo'q, olib tashlaymiz. Bu yerda mana qo'sh kaltak
qo'shiladigan ham mana qarash kerak. Mana uni mevasi bor, buni mevasi yo'q ekan. Mana bunisi ketadi. Mana. Shunaqa qilib bir qator ochiladi uzum. Ya'ni siz buni xomdek qilganingizdan keyin mana uzum o'zi ancha ochiladi mana. Kapalab ketmaydi, ancha ochiladi va ishlov berish oson bo'ladi, ya'ni doralash oson bo'ladi. Agar kapalab ketsa, ichida havo aylanmasdan kasallik ko'payish boshlanadi. Mana bu tarafda ham bunaqa keraksiz shoxlar olinadi. Kerakli, chiroyli o'sgan mevali yirik novdalar qo'yiladi, ya'ni yirik novdadan yaxshi hosil olsa bo'ladi mana. O'zi qo'lda olish mumkin emas, zaharlanadi. Keyin mana bunday qilib tortib, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa boylab chiqiladi. Xo'p, nima ishlovlar qildik? Uzum shunaqangi injiq narsaki, insonni qarashini yaxshi ko'radi, qizg'onchiq narsa deyshadi. Qizg'onchiq uzumga bir hafta 10 kun qaramay qolsangiz, shu bilan bir yillik hosilingiz nobud bo'lishi mumkin. Sababi har kun, har 10 kun, 14 kunda bunga kimyoviy ishlov qilib turish kerak, ya'ni kasalliklarga qarshi. Biz hozir shu paytgacha 3 marta doriladik. Birinchisi ozgina kurtak ochganda oq pasha tushadi, shunga qarshi zaharli zahar deymiz, shu o'ldiradigan maxsus dorilar bor. Endi mos bilan shunga o'xshagan, shular sepiladi va oq pashalardan xoli bo'lgandan keyin to mana gulligacha 2 marta dorilaymiz. Yaqinda gullab qoladi, gulga yaqinlashib qoldi. Biz ko'p dori ishlatmadik. Endi hozir boshqa dorilar ishlatamiz. Hozircha 2 marta o'sha iso suyuqligini sepdik. 10 litrga 100 gram dozada. Buni gradusini chiqarib, shunga qarab doza chiqariladi. Bu hamma uchun standart emas, aytib qo'yay. Qanaqa qilib iso tayyorlash, qanaqa dozalarda, qanaqa bo'ladi, buni hammasini batafsil kanalda tushuntirganmiz. Video bo'limiga o'tsangiz, iso tayyorlash texnologiyasi bor. O'rganib, o'zingiz uchun maxsus tayyorlashingiz mumkin. Maxsus jadvalga solish kerak uni. Solishtirmoqligini keyin dozalari, graduslari chiqadi. Ularni bilmasdan palaparti sepish na effekt beradi, hattoki kuydirib qo'yishi mumkin. Xo'p, bog'lar tagiga o'tlar chiqqan, mana o'tlarni yaqin chopamiz. O't umuman bo'lmasligi kerak, e'tibor beringlar, kasallik shundan ko'payadi. Xo'p, tagiga amofos ko'mib chiqqanmiz. Rossiyskiy amofos kurtaklashidan oldin ko'mib chiqqanmiz. Gektariga o'rtacha 300 kilo hisobda to'g'ri keladi. Va hozir o'sha dorini kuchi bilan o'sib gullab oladi va mevasi yiriklashadi. Mana simus degan uzumimiz, simus kishmish. Gullab oladi, o'sha gullashga ham ketdi bular, mana to'kilyapti. Va mevaga suv kirishdan oldin, ya'ni pishishidan oldin yana bir qator azotli o'tlardan berib chiqamiz, azotli fosforli o'tlardan. Va gulidan keyin har 10 kunda, iloji bo'lsa bir haftada bir marta ishlov berib turish kerak. Endi yana bitta asosiy gap, asosan sho'r kasalligi, ya'ni oidium va mildiyu kasalliklari katta zarar keltiradi uzumzorlarga. Bu kasalliklar zamburug'li kasalliklar, ya'ni zamburug'lar sinfi bor, shu zamburug'larga kiradigan kasalliklar. Bularda rivojlanishi uchun asosiy sharoit namlik va harorat. Yomg'ir yog'gandan keyin namlik ortadi, o'simlik tanasida ham, barglari, novdalarida va haligi kasallikda uxlab turgan mayda sporalari yoki uchqurlari yoki shu mitselli deyiladi, shu joylaridan o'sib rivojlanib tarqalishi mumkin. Shuning uchun yomg'ir yog'gandan keyin sirazi darhol ishlov berish kerak. Shuning uchun ko'p yomg'ir bo'ladigan joylarda ishlovni ham ko'paytirish kerak. Shu kasalliklar namlikdan keyin rivojlanishi juda ham osonlashadi. Va bu kasalliklarga asosiy ta'sir qiluvchi dorilar tarkibida oltin yurt saqlovchi dorilar hisoblanadi. Eng oddiysi iso. Isoni yaxshi dozada sepsiz, u ham yaxshi effekt beradi va o'sha Redamil Gold, Topaz, Quadris, hop yana Impact shunga o'xshagan original dorilarda sepishingiz mumkin. Zamburug'ga yaxshi ta'sir beradigan. Va o'zini dozasida o'sha oraliq intervalni saqlagan holatda sepish kerak. Endi bizda hozir juda ko'p uzumlarimiz o'sha payvand bo'y shoxlari kesilib ketdi. Qolgan mevali nimalarga mana shular etyud. Etyud degan uzum mana mevasini qarang, zo'r bo'lgan. Dori ishlov berib turiladi. O'shanda kasallikdan xoli bo'ladi. Eng asosiy ishlov kurta yo'g'onmasdan tanasini yaxshilab iso suyuqligi bilan yuvib chiqish kerak. O'shanda 80% kasallik bog'ingizdan ketadi. Dorilamadingizmi, tanasini yuvmadingizmi, bog'ingizda qolgan kasallik avjlangandan keyin umuman dori effekt bermaydi. Dori bilan ushlab qola olmaysiz kasallikni avjlangandan keyin. O'shaning uchun uyg'onmasdan ishlov berish juda ham katta ahamiyatga ega.
Uyg'onishni boshlabdi. Ko'kka qora payvand qilganmiz juda ko'pini. Xo'p, endi asosiy barg sarg'ayish kasalligi. Bitta barglari mana yashilligi ketgan. Xo'p. Asosiy o'simlikka yashillikda xlorofil pigmenti bor, bargida xlorofil donachalar deydi, shu yashillik berib turadi. Bu xlorofil temir elementi bilan bog'langan holatda bo'ladi. Xo'p, o'shaning uchun agar temir element yetishmasa, barglarda xlorofil pigmenti kamayib, yashilligi mana sarg'ayish mana shundan ochroq bo'lib ketadi. Bu hozir ham yashil, ya'ni yaxshilangan holati. Mana shular ayniqsa bu ham yashilligi tushib ketgan edi, mana eski barglari. Qaranglar mana. Xo'p, tagiga ham o'g'it berdik. Mana taglari kovlangan edi, to'g'rilab ko'mib qo'yibdi buni. Mana tagiga quyib chiqdik. Suv zahoti sirazi quydik. Mana ancha juda ham zo'r effekt berib, u yashnashni boshladi. Mana buni ham ranglari o'ziga keldi. Mana bu juda ham oppoq edi. Mana buni ham rang olib, mana bunaqa oppoq edi. Umuman mana bunaqa oppoq, umuman pigment yo'q edi. Mana pigment olishni boshlabdi mana. O uchlari o'zgarib, bu ham xudo xolasa rivojlanadi. Tagidan kesib tashlash kerak, qutulish oson deb juda ko'p bobol aytadi. Yo'q, hamma narsani nima deydi, ilojini qilsa bo'ladi dehqonchilikda. Faqat yana shu ilmiy yondashish kerak, ilmini bilish kerak. Nima yetishmayapti? Tagidan va bargidan berish kerak. Xo'p, tagidan nima berdik? Tagidan Gumiterra berdik. Mana Gumiterra NPK'si bor. Mana har xil mana temir, marganes, rux, molibden, bor, hamma mikro elementlari bor. Xo'p, bu pasta bo'ladi, loy holatda bo'ladi. Eritsangiz bu juda ham barakali narsa. 300 litrgacha eritsangiz bo'ladi. Mana qo'llar, usullar hammasi bor. Bundan bizda bor. Kimga kerak bo'lsa, bir donasi 50 ming so'm, bir korobka sotiladi kamida. 4 dona bo'ladi, 200 ming so'mdan sotamiz. Bir 10 donacha korobkada bor. Shundan ishlatdik mana, eritib tagiga quydik 3-4 chelakda, mana paqirda. Xudo xolasa mana effekt berdi. Mana o'ziga kelib yaxshilandi. Xo'p, buni videolari bor, nimadan oldinga olingan va mana metga ham quyganmiz, tagini chuqurlab. Bu ham vobshi qapaydi. Mana o'ziga keldi. Mana shunaqa holatda edi. Mana uchlari sirazi o'ziga keldi. Xo'p, bargidan nima berdim? Bargidan temir elementi bor. Temir elementi bor. Fitaktiv firmaning maxsus dorisi bor, shundan sepdik. Juda ham zo'r effekt berdi. Juda ham mana zo'r effekt berdi. Kimga kerak bo'lsa, undan ham xudo xolasa olib berishga harakat qilamiz mana. O'ziga kelib, avji juda ham tezlashdi. Mana bunaqa bo'lib mana quruqshab, mana xuddi shunaqa svet deydi mana. Boshqa joylarda ham bor, juda ham yaxshi effekt berdi, bilindi. Bargidan ham sepdik, tagidan ham Gumiterra berdik. Xo'p, bitta videoda ko'rdim. Temir element yetishmaydi desa, bitta ukamizmi, akamizmi temirxonaga borib, temirlarni zanglarini olib yerga solganini ko'rgan edim. Bitta oltariqli ukamiz. Ismlarini bilmayman. Xo'p, u temirxonalardagi mana bu temirni zangi, temirni zangi bu metal. Kimyoni, ximiyani bilmagan inson buni tushunmaydi. Bu zang bo'lsa ham bu suvda erimaydi. Bu metal holatda. Kichkina zarrasi ham bu metal bo'ladi. Bu suvda erimaydi. Xo'p, biz aytayotgan temir elementi u mikro element, suvda eriydigan holatda bo'ladi. Keyin mana bargidan oziqlantirsangiz, bargiga tushgandan keyin barg orqali tanasiga so'riladi. U maxsus dori. Unaqa zang-pang temirda yerga ko'mib, u yerda temirga unaqa axlatxona qilmanglar xullas. O'shaning uchun uzumchilikda ham baribir ilm kerak, o'rganishimiz kerak. O'shanda juda ko'p narsani oldini olishimiz mumkin yoki tokimiz mana kasallansa davolanishimiz mumkin. Mana etyut uzumi. Bu mevalarni qaranglar. Mana qarang. Bu mevani qarang. Etyut uzumi, xullas Mercedes uzumga raqobatchi uzum. Mazasali, dumaloq qora, go'zal qora jandalam deshadi, shunga o'xshab ketadi. Lekin bu boshqacha shakli, nimasi, konsistensiyasi, qattiqligi o'ta ham zo'r. Mana voshni qarang kattaligini. Mana qarang. Quyib tashabdi. Ko'k nodasi bor ozroq, kimga kerak bo'lsa, Lamborghini Halloween ham bor, Etude bor. Ozroq avatarimiz qoldi.
Kimga kerak bo'lsa sotiladi. Eng qimmati shular 15 ming so'm. Lamborghini Halloween Etude 15 ming so'm. Avatarlar 5 ming so'm. Mevani qarang endi kattaligi. Bu 3-4 kilolik bo'lib ketib qoladi. Mana shu joyda ham mana shu tokimiz, mana shu tokimiz mana xlaroz bo'lgan edi. Mana yashillik qaytibdi buni ham. Juda rangi ochidi. Bargidan ham sepdik. Buni lekin tagidan bermadik. O'g'it bargini o'zidan sepdik. O'shanda ham mana effekt berdi. Sirazi nimasi ta'siri bilindi mana. Qaranglar. Bu juda ham rangi ochidi. Mana boshidagi nimalari bor. Xullas shunaqa gaplar. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yinglar, savollar bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar. Mana xlaroz kasalligini bemalol davolasa bo'lar ekan. Uni tokni kesib, uni uvol qilish shartmas ekan. Endi mevalarni olib tashlaymiz. Mevalarni yetkiza olmaydi. Balki bitta ikkitasini qo'yarmiz. Shu shox shabbasi bilan o'zini tanasini bu yil tiklab oladi. Salomat bo'linglar. Manikür fingerdan uzun ko'chatlari bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, yetkazib beramiz.